Kuzning rang-barang fasli yurtimiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi boshlanganidan darak beradi. Mazkur ezgu harakat noyabr oyida ayniqsa keng ko'lamda davom etadi va yurtimiz bo'ylab yangi yashil hududlar barpo etiladi. Guliston tumanida ham kuzgi ko'chat ekishlar uyushqoqlik bilan tashkil etilgan va bunyod etilgan yashil makonlar mahallalar ko'rkiga ko'r qo'shmoqda. Xususan bugun Ahillik mahallasida zaxirada bo'lgan 6 gektar yer maydoni tekislanib, tuman hokimi Olimjon Jo'rayev boshchiligida tashkilot va idoralar rahbarlari ishtirokida 15 ming tub manzarali ko'chatlar ekildi. Tadbir davomida faol nuroniylar, rahbarlar va xodimlar ham bir safda bellashib, ushbu xayrli ishga o'z hissalarini qo'shishdi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan tashkil qilingan mana shu yashil makon dasturi asosida bizning Guliston tumanimizda ham bugun hashar e'lon qilingan. Mana necha yillardan beri million ko'chatlar ekiladi. Bizning tumanimizda ham bu yil Xudo xolasa reja qilingan 1 million ko'chat ekish. Ana shu ko'chat ekishda mana shu xalqimiz harakat qilishyapti. Xudo xolasa chiroyli istirohat bog'i bo'ladi mana shu yer. Kuzgi ko'chat ekish jarayonlariga maxsus texnikalar jalb qilinib, yer haydaldi. Sug'orish tizimi uchun drenaj o'rnatildi. Bu esa ekilgan ko'chatlarning ildiz otishi, o'sib unib kelgusida mustahkam daraxtlarga aylanishi uchun muhim zamin yaratadi. Guliston tumanida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekishlar uyushqoqlik bilan davom etmoqda.